Assalomu alaykum. LF New Rise Sonata avtomobilimiz 2018-yil 136 ming kilometr yurgan yoqilg'i benzin 2 объем. Mashinamiz narxi 8.700.000 won. Holatlari mana ideal holatda, balonlari ham normal. Mashinamiz o'zimiz ofisga qaraydi bu ham. Xudo xolasa narxini qo'llangancha kelishtirib olib berishga harakat qilaman. Dollarga 6.000 yog'ida bo'ladi. Videoda ostida endi dollarda hisoblab yozib qoldiraman. Brown City jigarrang salon. Ishi ideal holatdagi mashina. Kimga kerak bo'lsa so'rasizlar. 136 ming probeg, 8.700.000 2018-yil. Ekodinamik sport rejimlari, signallar isitadi. Monitor mavjud. IPS. Mashinamiz black passisi yo'q ekan. Salon holatini ko'rib turganlardek. Kimga kerak bo'lsa 2 объемli benzin so'rasizlar.